Xo'sh qizlarjonlar, xayrli kun tuzaymizlar, charchamayapsizlarmi? Mana biz ozgina narsa oldik, faqat olgan narsamizni ko'rsatamiz. Atak magazinimizda narsa juda ham ko'p. Qaranglar. Ustimdagi shimdan. Dilbar opa, keldi shimdan, qarang. Dilbar opa so'raganlarida qolmaganlikda zo'r klientimiz borlar, mana Dilbar opa shimdan keldi, faqat pastidagi anaqasi rangi sal boshqacharoq ko'jini qilingan. No, vasha xuddi o'sha narsa likali bomba. Qizlar koftichka ham mana bor. Hozir ranglarini ko'rsataman, qizlar. Shoir opa kutyapsiz, mana keldi narsalar. Qarang, mana bu o'sha shokolad narsa ekan. Prosta bomba. Qizlar, mana bundan paftor keldi, faqat ko'p emas, qorasidan qolmabdi. Oqidan bir seriya keldi. Qizlar, mana buni ham qaranglar, o'sha zo'r. Qora keldi. Ha, qora keldi. Yomay o'tirgani yo'q. Qorasi ham bor ekan, qizlar. Oldin safar qorasi yo'q edi, hozir qorasidan keldi. Mana men kiyib olganni qorasi intiga rangi. Qizlar, shu zo'r narsalar keldi. Qaranglar. Bular 42-48, turetskida +6 qilinadi. Вообще zo'r. Qizlar, mana bundan yana paftorka qildik va yangi rang. Rozovый. Вообще zo'r. Qaranglar, tuman rang. Va men bu dvoyka sotganmiz, bu koftadan birinchi marta kelishi. Qizlar, вообще zo'r narsa. Va shimlarimizdan qizlar paftor oldik, shimlar hammasi bu yangi model. Yo, bular paftor keldi qizlar, yangi model emas. Mana bu kiyganim yangi model, lekin buni sal boshqacharoq edi oldingi safar. Qaranglar. Shu zo'r narsa, bular ham tugagan keldi, qizlarjonlar. Bulardan ham keldi. Qizlar. O'sha gap eng zo'r narsalar faqat mana do'konda, men sizlarni kutaman.